Umar, qilich osib olganingga qaraganda jiddiy muammo borga o'xshaydi. Muhammad bilan uchrashmoqchiman. U Qurayshliklar birdamligini buzdi. Nima deding? Erkakchasiga hal qilamiz. O'zingga katta baho berib yuboryapsan. Muhammadni o'ldirsang, Abdumanof urug'i seni tinch yurishingga qo'yadimi? Uni o'ldirishim bilan o'zim Hoshim urug'iga borib, meni o'ldirishlarini so'rayman. Shu bilan bu mavzu yopiladi. Bu yomonlikni kichikrog'i, kattarog'i desang-chi. Avval oilangning yoniga qaytib, u yerni isloh qilmaysanmi? Kimni aytyapsiz? Singling Fatima bint Xattob hamda uning eri, kuyoving Said ibn Zayd ibn Amr. Ikkovi ham Muhammadga ergashib musulmon bo'lishgan. Qil, mening ishimni oson qil, tilimdagi tugunni yechgin, so'zimni anglasinlar. Menga o'z ahlimdan bir vazir qilib ber, og'am Harunni. U bilan belimni quvvatla, uni ishimga sherik ayla, senga ko'proq tasbih aytishimiz uchun va seni ko'p zikr qilishimiz uchun. Fatima, Said, bu menman, Umarman. Bu yoqqa, ovoz chiqarmang. Akajon, Uyingizda qanday tovush chiqayotgan edi? hech qanday sirli tovush yo'q, gaplashib o'tirgandik. Bo'lmagan gap. Dindan chiqqaningizni eshitdim. Muhammadning dinini qabul qilibsizlar. Yolg'on gapirmanglar. Sizning diningizdan boshqasi haq bo'lib chiqsa-chi? Shundan ham dindan chiqibsiz-da. Umar. Yerimga qo'l tekkizmang. Umar. Allohning dushmani. Yagona Allohga iymon keltirganimiz uchun bizni do'pposlayapsizmi? Qo'lingizdan kelganini qiling. Allohdan o'zga iloh yo'qligiga, Muhammad uning payg'ambari ekaniga guvohlik keltiraman. Ha, istamasangiz ham islomni qabul qildik. Qo'lingizni torting. Shu narsani o'qiyotganmidingiz?